Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford kabi xalqaro universitetlarda o'qishni istaysizmi? Ular sizni hattoki yashash xarajatlaringizni ham qoplab berishga tayyor. Mavzu qiziqmi? Unday bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Dunyo tan olgan SAT imtihoni. Bu matematika va ingliz tili bilimlaringizni xalqaro darajada tekshirib beradi. Uning maksimum balli 1600. Agar umumiy holatda 1200 balldan yuqori to'playdigan bo'lsangiz, dunyoning top 50 talik universitetlariga qabul qilinish imkoniyatingiz 80% ga ortadi. Yoki 1500, 1600 ball to'playdigan bo'lsangiz, sizni Harvard, Stanford, Cambridge yana shu kabi universitetlar to'liq grant asosida o'qitadi. Hattoki ular sizni yashash xarajatlaringizni ham qoplab berishga tayyor. Siz yoki farzandingiz shunday imkoniyat qo'lga kirishni istaysizmi? Unda 3-Renessans IT akademiyasi sizga imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu sohada 3 yillik tajribaga ega o'qituvchilarimiz sizga dars o'tadi va o'zlarining 70% o'quvchilariga SAT MES bo'limidan eng kamida 700 ball olishini kafolatlaydi. SAT kursimizga hoziroq yoziling. Joylar cheklangan.